Nufuzli Antutu benchmarki aprel oyining eng kuchli planshetlarini nomladi. Antutu ishlab chiqaruvchilari aprel oyining eng samarali planshetlarini nashr etdi. E'tiborlisi, dastlabki 5 o'rinni BBK Holding brendlari egalladi. O'tgan oyning natijalariga ko'ra eng kuchli planshet Qualcomm Snapdragon 8 Elite protsessorli va 2,899,493 ballga ega Oppo Pad 4 Pro bo'ldi. Ikkinchi o'rinda 2,640,803 ball bilan MediaTek Dimensity 9400 asosidagi Vivo Pad 5 Pro plansheti egallagan. Kuchli uchlikka 2,95,666 ball to'plagan va Snapdragon 8 Gen 3 ning overclocklangan versiyasiga asoslangan Oppo Pad 3 Pro joylashgan. 4-o'rinda Vivo Pad 3 Pro, 5-o'rinda iQ Pad 2 Pro. Ulardan keyingi o'rinlarda OnePlus Pad Pro va Lenovo Legion U700 lar egallagan. 8 va 9 o'rinlarda Xiaomi planshetlari S6 Pro va 7 Pro lar egallagan. Oxirgi o'rinda esa Vivo Pad 3 1,497,755 ball bilan 10-o'rinni egallagan. Shu bilan ushbu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.